charchadim. Ha, yana nima bo'ldi? Tushunmayman-da. Nimaga shu ingliz tilida bir xil ma'noni anglatadigan so'zlar juda ham ko'p? Xo'sh, qanaqa so'z ekan u so'z? Misol uchun, hozir duch keldim. Toshbaqa. Nima degani toshbaqa ingliz tilida? Tortoise degani-yu, shuni ham bilmaysan. Ha. Tortoise. To'g'ri. Lekin yana bitta so'z bor toshbaqa degan. Bu turtle. Bu so'z bizga nima uchun kerak? Bitta ma'noni olishimiz uchun ikkita so'zni isrof qilishimiz shartmi? Yo'q. Bu yerda gap so'z isrof haqida ketmayapti. Bu yerda gap so'zning tub ma'nosini bilmaslik haqida ketyapti. Sababi turtle va tortoise so'zlari ikkalasi ham toshbaqa, lekin ikkalasining ishlatish joyi va ma'nosi mavjud. Ya'ni turtle bu faqat suvda yashaydigan toshbaqalar uchun ishlatiladi. Tortoise so'zi esa faqat quruqlikda yashaydigan toshbaqalar uchun ishlatiladi. Mana so'zning asl ma'nosi qayerda? The necessity is the mother of invention. Zero zaruriyat bo'lsa, istalgan narsani o'rgansa bo'ladi. Siz esa zaruriyat kelish fursatini kutib o'tirmang. Hozirdan o'rganing. E'tibor uchun rahmat.